en ahirinde del hayat doğrusu. Hayat diyen zat neyim direkt. Fizik kesbide okuyduğun var mı? Okuyduğun fizik kesbide okuyduğun Allah. Ha, siz mi afkar? Ha, bakmam ben. Bilmiyorsanız hiç demem ben. Hadi balımandaki. Birisi sual sorsa, mesela, o cevap veremese, köngülüm bulup bilken. Yemez cevap vereliydi dersin. Nasıl cevap vereliydi? Onu yan birisi sorsam, cevap veremese sen. Yan birisi sorsam, cevap veremese. Komaloka. Ya komiser bizim altın kanunu var. Hem de altın kanunu nimesi, altın kanununda nim deyildi dese, üzerinde kandak mamul kıysan başkalar şundan mamul kıl. Çönalı mı? Ya ki bu butlar komaloka şu. Şuna ular hem mademge yaxşı mamul kıldı. Çünkü ularının komaloka degen nimesi etse, sen ularda şahibe deyilgan bir şey yapamazsın. Muş dünyada kişiler kanda mamul kıysan, açtığında peyda kıygan hissiyatını sen bir yanbir dünyada his kılsan deydi. Şuna bu kızların köngülünü yerim kılıp koysam, may köngül yerim boğa hissiyatını yanbir dünyada his kılıp almam mı? Şun bular hem mademge yaxşı mamul kılışını bunda yetekleydi. Düşünelim mi? Şun altın kanunun asas noktası ne bilse, başkalar kandak mamul kıysan, üzen kandak mamul kıysan, başkalarının şundak mamul kıl. Bu hem ma'a. İkinci minin söylediğim ak altın kanunu. Ak altın kanunu ne bilse, ak altın kanunu ne? Başkalar kandak mamul kıysan, üzengim şunda mamul kıl. Düşünelim mi? Bunun degen gepsem, bu baldan bir sual sordum. Bu bala bununla cevap veremese, biz fakat nim dep oylaymiz dese, ha cevap veremedi dep de koyumuz, leksiya nim kılavermez, anlaymiz. Ama bu bala hissiyatı şu dese, acaba cevap veremedi. Az hemmeden leksiya olmay, men doğruluk münazırı şu adı. Peşim kütüremedi. Acaba, oğlum acaba kardeşim bilemedi dedim var. Hoş kız balım mağında kararınız. Emniyet aynı kılamdı ol. Hiç kimden karı yok. Ama adem çoğusa aynı öyle oldu. Şu an altın kanun degen demese, xuddi biz onu zanglı kılmagan deyik. Düşünelim mi? Üzanlığını bakağışlar. Bundan ne kılmağlar? Zanglı kılıp almağlar deyin kanun. Şuatamızda ya. Üzanlı insan bulaşının kılalı degen gep kim var? Kalcıklıp çizse biz kızkarlık boğaç külümüz. Ama bir gün o doğruluk mülazip almayımız. Acaba kalan payken kaynıklısı. Ama o adem çoğusa bir gün şunu oylaydı. Acaba şey kılıp düştüm bak. Hissat oldu. Emmeden mülahalatı. Talağı çıkmanın emmeden nüküzü kırap. Yaşmıyorum şu an kalcı kılığına nüküye geldi. Man. Üzü geldi. Tibetlerde Sway deyilgan bir xat var. Sway degan xatning o'zi yistashliq. Biroq bularning yistashliq degan xatga aniqlik berish nima desa, o'ziga va boshqalarga. Bizda yistashliq qilishgan boshqalarga qaratilgan. Ammo Tibetlarda cho'sa o'ziga. Tushunamsizlar? Biz o'zimiz yistashliq qilmaymiz. Biz aniq qilamiz o'zimiz. Kichkina xatoligimizni biz nima qilib yetmaymiz-sa, kechirib yetamiz. Boshqaning xatoligini kechirib yetamiz yana. O'zimiz kelganda cho'q desa. Shu an sen savol so'rayman. Hocam kechirib javob beramiz. Biz nurni qanday ko'ramiz? Nurni qanday ko'ramiz? Qaramagan yurib ya fizik noqtasini demamsa. Mesela nurni mesela qanday? Mesela menda deydi, quyosh bilan yer shar o'ttirisida nur bormi yo'qmi? Unda senish qarang ko'rindi. Ada? Hamma endi bor. Emniyette yer şarlar quyosh o'ttirisimi nurlidir, tushunalmi? Ammo qorong'i ko'rinadi. Nima qilsa, o nurni tusab bizning ko'zimizga qaytirib turadigan tusalg'ichim yo'q, tushunamsizlar ya? Ruh, mana mushunda jismda yuriydi, tushunamsizlar? Ruh faqat tusalg'i jismda qiyinchilik, ishchidilam nima qilmoqda ekan, yuribman. Insonning birdan-bir qildigan nimasi o'zining bir ruh kellikini bilish. Hammamiz bilamiz, ammo sizlarning hammanglar qo'rqib turib bilasizlar, tushunolmayman ya. Men suv deyman, maqtayman, suv kim deysizlar, suv kim deysizlar, ichib boqaman, ichibmen ta'mini ming tasvirlasammi, sizlar qiyos qilsanlar, yo'q, men ichgandek bilmaysizlar-ku. İnsanning mushuni yakilish bir sababi o'zining bu ruhiy badanga ega ruh kellikini bilish. Biz badanga ruh tushunamizmi ya? Hargizmi ruh ega badan emas. Badanga ega nimkamiz biz ruh. Şu an insanın birla nimasi daraxt. Urug' qulab tushdi, uni bir vazifasi nima qilish kerak, uni o'sishlar.
Hech qanday daraxt men insonlik soy tashlayman. Unda daraxt o'smaydi. U o'sdi, faqat soy chiqib qoldi, biz faqat nim qilib oldik? Hech qanday muvaffaqiyat qozongan odam xalq shunda tirishgan emas, tushunamizmi? U faqat yaramliq daraxt bo'laman dedi, daraxtning soy tushdi. Bir qonuniyat bor, qushning shu, to'qinning shu, eyiqning shu, odamning shu, o'simlikning shu, toshning shu, har qanday narsa bir qonunda o'sib yetilishdan, tushunamsan ya? Nim qonuniyat borki, o'sib yetilish. Buning uchun juğum o'zgirdi inson. Nim qildi ekan? Qasroq tashlash insondan boshqa hamma hayvonlar bor. Biroq biz insonlar qasroq tashlashdan shundan nim qildi ekanmiz, qo'rqamiz. Bizdagi qasroq tashlash degan nimasi o'zgarish. Tushunamizmi ekan? O'zgarish. Ruh bir narsani izlaydi. Nimani izlaydi bo'lsa, o'sib yetilishni. Siz buni qanday yetilsan degan vaqt har bir qitim bir qiyinchilik yo'qganda, xuddi nur yurgandek, o'zingizning bir ruh ekanligini qila olaysizlar, his qila olaysizlar. Biz eng xato bir narsa yashayapmiz. Nimasi? Biz qiyinchilikdan qichib yashayapmiz. Amniyat biz nim qilib yashashimiz kerak ekan? Qiyinchilik degan bek mo'yin narsa. Qancha ilgirliga odamning qiyinchilik shunchalik bo'ldi ekan, cho'maydi. Mangu cho'maydi ekan. Bilatamizlar ya? Michelangelo. Bilasiz Michelangelo? Haykaltarash. Buni Davud deydigan bir asar bor. Bunda o'tirgan. Kuch. Davud alayhissalom uyab chiqqan. U yomon nafs asar. So'de, ey Michelangelo. Sen mushunda nafs asarni qanday yasab chiqqansa deb bayron qilsa dedi. Men yasab chiqmadim. Men bir kuni tosh bozorga bordim. Tosh bozorda yo'g'on bir toshni ko'rdim. Toshning ichida Davudni ko'rdim. Men Davudning Davud emas qismini uyab elib etgandim. Davud chiqdi. Shuni aytamsan ya. Menmi o'xshashsa, ismonim-ku. Qo'pa. Ismonim. O'tirasan, men Lushan qilib tutib sen tur. Ismonim? Odiljon. Odiljonning ko'z qarashi Odiljon bilan mening kurayotgan Odiljon o'xshamaydi. Men bir toshni ko'rdim mana. Toshning ichida Odiljonni ko'rdim. Tushunamizmi? Men Odiljon emas qismini elib etsam-la, Odiljon paydo bo'ldi. Shu aytamsan ya. Bu Odiljon, bu ma'lumotdan Odiljon emas ko'psan. Men kurayotgan Odiljon deganman, kurayotimchiman, rintigingda kurayotimchiman. Ajoyib bir Odiljon. Ammo sen kurayotgan Odiljon bir tosh. Shu toshning ichidagi emas qismini elib etsak, nim qismimiz qoldi ekan? Biz mushuncha yashaymiz. Mikrofon qayda? Mikrofon zavoddan chiqqanda, yo'q, to'limi pokiz, to'limi yaxshi ekan. Yolasin butuni. Hozirchi? Hozir mendek odamni tuli so'zlab, tuli tugurib buni da. Stop. Buni hozir mikrofon emas qismi paydo bo'lib qoldi. Shu buvoqni biz suyimiz. Tushunammi? Har qanday bir buvoq odamni shundoq bir odamning suyib ishlavs keldi. Sen suyamdi birsen. Nimişqa? Ama mikrofon pakit emasmi? Odam cho'ngboq cherganda sen umi gap qilib, bumi gap qilib, ota-onam gap qilib, bunlarni tugurib, sening ishil bir qisming nimaga aylanib qoldi desa, xuddi sunukingni bostirib qo'ygan deb turadi. Tushunammi? Yana qanday bir qog'oz bor-ku. Qog'ozni mushini elib etmasa bo'lmaydi. Dal sening emas qisming yoki Michelangelo degan Davudning Davud emas qismi nima desa, umidsizlik. Tushunalimi? Ikkilnish, tushkunlik bu insonda bo'lgan narsa emasmi? Bu dal insonning qo'g'landi bo'lgan qismi. Shunga qo'g'landi degan gapni arabcha shayton deydi. Tushunalmi? Javob keldim shu. Qo'g'landi. O başka bir yerdi bular, bu bir yerden kelme tağına akıdı yok fikam o. Nurgu adam oyunda öyle oldu ki. O bizde cismimiz buldu, insanın aynı altı var. Qo'g'landi bu işte. Bunu kanda qo'g'landi qilamiz. Bir usul var mı? Genç kız deymiz. Sen kılanmayman degan narsani bir qildingmi? Odam cho'maydi. Bizning hozir biyologiya nima deyapti? Odam faqat 11 oyliklar dedi. Buning degan gapsa 11 oyda bizim bu tashqi qiyofatimizmi o'zgardi, ammo tashqi qiyofatimizdan boshqa hujayra hamma narsa o'zgarib ketadi. Siz bir odam 11 oy ko'rmagan bo'lsanglar, boshqa bir odam bilan paranglashgan holat paranglashinglar, tushunamizmi? Faqat odam qancha oylik bo'ldi ekan? 11 oylik.
Her bir 11 ayda sen üzən emas kısmını taşıyırsan. Bunu qanda taşıyırsan dese, del men degендek üzən qiyinchilik ataysan. Bu jarayonda senin hayatında mındaq chiqish yo'liqsa, birse atan, ama xata. Şarxanın kinosu görген misin? Kimni ötkesken kinosunu? Aç kinoda men birisini Şarxanın kinosu hamroq. Ben birisi Marko'nun kinosu yaxshi ko'raman. Marko baba. Bak Marko ham apsizlishga anchalik o'yish bilan ancha qiziqmayman. Marko'ning da bir seyrgar chiqdi, seyrgarchi. Şu seyrgarning bir qizi bor, shuni yaxshi ko'rib qoldim. Fiona ma birisi bor. Hamda Shohruxxonning kinosini men yaxshi ko'raman deganda, unda bir xil umidvorlik bor. Yüzüm ümit var bala. Şu kilid oturdu. Kilin yetkeşte nima qiladi desa, "Eli qizvalini bu oqchib ketsin bo'ladigan vaqt kelib qoladi, opsi bilib qoladi buni-chi." Shuni opsi deydi Shohruxxonga, "Balam, bu qizning tatsi bermaydi sizga. Acha yomon etigdi sizni. Oqchib ketdi." Desa Shohruxxon ajoyib yaxshi gapni qildi. Ana. Yomon nima, ana deb turdi. Hamda apam men mundaq degan deydi. Dunyoda ba'zilar bor. O'ng'aydek ko'rindi, biroq bu ishlarini qiyinlashtiradi, bu xato. Yana ba'zilar bor, qiyindek ko'rindi, qiyin bo'lgan bilan bu to'g'ri, buni qilsam keyin kunlaring o'ng'aylashdi degan. Shu men oqchib ketsam, qaramoq o'ng'aydek turgan bilan men bir umr qiyinchilik qilaman, qechib yuradigan chiqdim. Shunga men qiyin bo'lsa-mu, men bu dadisini cho'qim qoyil qilaman deydi, rost degandek eng oxirida poyezddan manganda nurg'un tayoqlarni yeb, bilsanmi? Dadisini oxir qo'ydi. Tushunammi ya? Faqat nima desa, sen ishkilish yuz berjima, to'g'ri, ammo bek qiyin bo'ladi bu yo'ljima, qiyin. Ammo bu sening eng oxir turmushingni osonlashtiradi. Yanglish va o'ng'ay, ammo bu xato bo'lg'achqa, buni qilsa keyin turmushing qiyinlashadi. Men o'tiraman, Sunukun kilosini tunganmi deb berdim. Men eng ta'sir qiladigan personaj Tangsan. Bir Tangsan. Quvg'un deyilmaydigan bir Tangsan. Tushunarli. Tangsan ham bir chivinni men deb shu deydi emasman, nomalaman deydi emasman. Nishonni ko'ratamsizlar. U qiyinchilikni biladi, ammo uningda bir nishon bitilganlik uchun nom olaman deganlik uchunlar taşdan sunukun tug'iladi, osmondan baji, shason, ot degan narsa yig'ib ketadi. Tushunatamsizlar ya? Nişanın bo'ldimi? Osmon sen nima qiladi ekan? Yordam. Magipimni tutolmoqchimi? Ruhning qonuni shu. Qilaman dedimi? Ruh degan hamma narsa ulushalaydi. U sizga kerak bo'lgan yordam, odam, fursat hamma boyliqnimi siz nima qilib bergan? Ekib berdi. Sizlar men uni tunimaydim, buni tunimaydim, u pulni o'ylamanglar. Faqat siz kuchli ruhli bo'ldi ekan. Osh ruh sizga loyiq narsa hammani qilib bergan, ekib berdi. Pul degan narsa nishon emas. U sizning osh nishoning uchun xizmat qiladigan bunday şahsın o. Şunu atamsızlar ya. Yaman mühimler. Tansun alaman dedi mi? Bo'ldi. Onunla her xil geldi. Nima qildi ekan ki? Bu qonuniyatga siz qat'iy sal qarshi olmaysiz. Hem sizning turmushing 201 sizlar uzun muddat nima deyashdinglar desa, rohatlarda yashdinglar. Rohatlarda degan o'ziga bir xil tunish bo'lgan muhitlarga ergishib oldi inson. Bunundan çıkış jarayonida siz iroda chiqasizlar, irodan bo'ladi. Ammo iroda bilish kerak. Iroda oxir chiqindigan narsa. Tushunamsizlar? Irodim qilgan narsa ekan, iroda orqali muvaffaqiyat qozonmaymiz. Sen tushuntiribsan? Tushunmay? Tushunmabsan sen chi? Ha? Anglamadinglar. Anglamay turibdi. Ya, tushunmabsan? Men tushunmayman. Ben qo'ldan bilan bitar qo'ydim. Men uchun cho'tkilash iroda qilish men uchun. Aytgan qo'pab shunda qilib qizilib ketaman. Ammo sen iroda bog'lamsa degan shuni cho'tkilab, ya, odatdan qaylinib ketdi-ku. Tushunamsan ya? Odat. Va Ronaldo nima dedi? Ronaldo. Cristiano Ronaldo nima dedi desa, men Bartaga to'p urishni bir alayda ishtimayman, Bartaga to'p urishning odatim dedi. Qarama gapni, tushunammi? Odat. Bartaga to'p urish nima deyotgan gap bor? Odat. Biz uchun cho'sa, unda bir Bartaga to'p urish nurg'un odam uchun nima bo'lib ketdi? U bir Şuna sizning ko'pincha vaqtda turmushingizda nima yuz berdi? Ikkilish yuz berdi-chi. Qilaymi, qilmaymi? Qo'paymi?
etdiganda qo'pash yaxshi-ku, ammo qo'pmaslik texim yaxshi. Qo'pash yaxshi, ammo uxlash texim yaxshi. Mana bu yerda insonning nima bo'ladi desa, mayadagi limbik sistema, ya'ni issiq sistema, hayvoniy sistema bilan mayadagi sovuq sistema o'rtasida kurash bo'ladi. Baxtga qarshi issiq sistemamiz bizning kuchli odatda. Sovuq sistemamiz nima ekan? Ojiz. Shuna buni mo xuddi badan chenib turgandek 41 kun qilib bersa bir ishni, u darhol nimaga aylanib qolgan? Odat. Odatga aylandi, iroda ketmaydi. Shu qiladigan ki, shot qilgandek bir ish. Ya Ronaldoning to'p urishi shot qilgandek bir ish. Bir bola kelib qopdi. U birni bir atışıq bara, u birni qirqatdi. Atışıq. Başına yan çıkıdın şundal qağaz olay desem bu hamda qağaz çıkma 5 koy pul, u bunu tüşkü çıkıp qapti. 5 koy pul. Ama ey malayım ammay olay desem pulun aşağıya selip başlandı. Ta ko'ngli bir aram buladi. Ammay desem at roy 100 kilometr. 5 koydam bu. Qattiq 5 koy bunu. Vallahi bunlar. Mana, endi mingalına bir altın depirimcima, işkilemde olama her qanday vaqtda mingala qimmas taraftar olujima. Nim taraftar olken qimmas. Qimma bu jimto. Amma mingani mochirva qilaman desa, uni nima qilib birdikan amal chor. Shunsidan nimishqa degan savolni jib so'may, qanday qilish to'g'ri savol so'rab qo'yganlar. 24 soat ichida menga har qanday savolni qilib birdikan javob ber. So'maysizlarmasmi? Nima so'rasang shuni berma davasa, so'maysizlarmasmi? So'ranglar, tushunolmayman. Qanday qilaman degan vaqtda so'ranglar, javob toping. Ma'bali ko'rsa, ma'bali o'xshash. Alayman men degan kili menga amma yosh bulan silib aşağı salsam biraz kulib qolsa, kuyamigan taqdim osh bulan bir tomoq yesam, bo'ldi qila, qo'pab chiqsa, menga nonda menga degan nachamas. To'liq demasman men bu ömrümde yüz bermegen nurg'un ishlardan endish qilganman dedi. Tushunolmayman. Nurg'un vaqtlarda siz endish qilayotgan chiqishlar yuz bermaydi. Ammo menga buni nima qilib bergan kuchayib turdi. Shunda chiqdi biz qilib qopdi. To'g'ri. Ammo sen Amazon mealım gitti. Cennet çıktı. Ya bu senin bu altın mealime karama. Aleme diye amallar. Minimiş kurdursa yana amal. Bunu amal din baktı olsa derhal yan çıktılar. 100 koydu bir aptı. Unumu selitip düşük geldi. 105 koy olan kişinin bombaydı deyip. Mahi kaydın nin çıkıvatı dursa ana selinme. Meblağ mı kuruyatam size? Meblağcı. 5 koy az meblağ mı? Şu an nurg'un vaqtda sizning qilayotganingizga doyat ma'noatda munosabat bo'lib ketgan vaqtda shuni aytam sizlar. Aqdim potensial chiqdi. Sen 100 metr qanchalik vaqt chiqsa, qanchaga chiqsa? 13 ishtimir qo'yib bersam-chi. U chaqda masala o'xshamaydi. Ha 10 sekunddan jug'urib qolsa. İşte koyup bergenler kızma saat karab. Hayat mamatla. Hayat mamatla. Uçakta insandaki nimo kuvvet. Şu an sil kılavat kaçta ya ölüme ya kılıp mağadet gelgen vakta insan her kandaşını kılalayken. Yılığı 13 kilo çıkıdı ki işte koğla atkanda tam bulat kalsın. Tam demişekler çıktı verdi. Çıktı verdi. Hayat mamat meselesi.